Assalomu alaykum barchaga. Bu video chaqaloqlar gemangiyomasi haqida. Oldin ham bu haqida video chiqargandik. Unda umumiy ma'lumot edi. Bu videoda esa vaziyatlarni, rasmlarni ko'rib chiqamiz, davolangan bemorlarni. Xo'p, yana nyuans va momentlarni aytib o'taman. Lazer bilan davolanadi gemangiyoma, lekin lazerni har xil varianti bor. Masalan, men Toshkent shahrida asosan ishlasam, Toshkent shahrida yaxshiroq. Nukus shahriga borib turaman. Nukus shahridagi sal prostoyroq va arzonroq lazer hisoblanadi. Shuning uchun uni ta'sir qilishi ikki xil. Gemangiyomani o'zini davolash shart degan narsa yo'q. Bu umumiy sog'lig'iga xavfi yo'q, faqat ko'rinishni buzadigan narsa. Bu o'sishi ham mumkin, o'smasligi ham mumkin. Har kimda har xil. Lekin masalan ko'zga yaqin, quloqda yoki burundan joylashgan bo'lsa, bu yaralib ketib, ularning formasini o'zgartirishi mumkin. Ko'pchilik ota-ona asosan yosh bo'lsa, qo'rqishadi juda ham, bu nimaga bo'ladi deb. Buni haligacha sababi topilmagan. Har kimda har xil narsalarni eshitish shart emas. Keyingi holatimiz juda ham katta gemangiyoma bo'lgan. 2 oylikda olib kelishgan. Bo'ynida, ko'kragida. Bu taxminan 1 yildan keyingi rezultat. 1 yil davomida dori ichib, qancha gemangiyom katta bo'lsa, shuncha ko'proq vaqt davolanishga ketadi. Bu ham Nukusda oddiy lazer qilingan, Toshkentdagi lazer emas. Shuning uchun ko'p vaqt dorini ichadi. Bu yerda bo'ynida ko'pincha yara olib ketishi mumkin agar vaqtida tozalab turmasa. Gemangiyomada ikkita variant bor: o'zi operatsiya qilish yoki lazer bilan davolash. Operatsiya qilishda hammasi ham bo'vermaydi joylashgan joyiga. Operatsiya bir kunda bo'lsa, lazer va dorilar bilan davolash ko'p vaqt davom etadi. Agar siz davolanmoqchi bo'lsangiz, bunga siz tayyor bo'lishingiz kerak. Sabr kerak, chunki ko'p vaqt davomida dorisini berib yurish kerak va albatta xarajat tarafda ham bu ko'proq sabr kerak bo'ladi. Bu keyingi gemangiyoma, bu tagida shish yo'q, gemangiyoma terni ustida shishgan. Bu barmoqlarning ustida va orqasida ham bor, orqa tarafida barmoqlarni. Lazer 2 marta qilingan Toshkent shahrida, dorisini vaqtida ichadi. Lekin bu rezultat 2 oy uchun yomon emas, yaxshi rezultat. Yana bu bemorimiz dorini ichishni davom etadi va bir necha oy ichadi. Shu bilan yaxshi rezultatga yetishiladi. Lekin baribir bu yerda dori to'xtatilganda izi qoladi. Nisbatan izi qoladi va uni farzandini katta bo'lib ketishini, 5-6 yoshga kirishini kutish kerak. Shu bilan vaqti bilan u bilinmasdan ketadi. Gemangiyoma tanada hamma joyda joylashgan bo'lishi mumkin. Masalan, labdagisi eng ketkazish qiyinrog'i hisoblanadi va jinsiy a'zolar yonida joylashgan bo'lsa ham. Va bu gemangiyomalar ko'pincha yara olib ketadi va vaqti bilan qo'nashi ham. Lekin aytib o'tish kerak, tibbiyotda hech qachon garantiya degan narsa bo'lmaydi. Faqat statistika bor. Bu narsa chetdan keladi. Chetdagi shifokorlar, rivojlangan mamlakatdagi shifokorlar jurnalda statya yozishadi. Bizlar ularni o'qib, bizda qo'llanib boshlaymiz. Hech qanaqa dori 100% ga ta'sir qilmaydi. 99.9% effektivligi bo'lishi mumkin va 0.01% bu siz bo'lib qolishingiz mumkin. Shuni inobatga olishingiz kerak. Gemangiyomani ham har xili bor. Shishib turgan turi bor, terni ustida joylashgan turi bor. Terni ustida joylashgani tezroq ketadi. Shishib turgan, tagida ko'karib turgan holatda esa ko'proq vaqtda ketadi. Gemangiyoma, chaqaloq gemangiyomasidan tashqari, ya'ni malformatsiya degan narsa bor va vinnoy pitno degan narsa bor. Malformatsiya bu shishib ketadi, yosh kattalarda ham bo'ladi. Hamma joyda joylashgan bo'lishi mumkin, vaqti bilan o'zgarib turadi. Uni ham davolasa bo'ladi, lekin bu ancha qiyinroq hisoblanadi davolanish. Vinnoy pitno bo'lsa, u tug'ilganda bo'ladi, keyinchalik o'zgarmaydi va lekin 20-30 yoshda u shishib boshlashi mumkin. Bu patsientimiz 1 oylikda kelgan. Bu yerda 1 marta Toshkentda lazer qilingan, yara olib ketgandi lazerdan keyin, lekin hammasi yaxshi bitib ketdi. Bu yerda ham 1 oyda gemangiyomasi yo'qolib ketgan, ozgina o'rni qolgan, u vaqti bilan ketib qoladi. Farzand katta bo'lgandan keyin 1 oy dori ichilgan yo 2 oy dori ichilgan, shu bilan davolanish tugatilgan. Keyingi rezultat
keyingi bu bir oyda bunaqa natijaga erishilgan. Bu ham oddiy nukusdagi lazer bilan qilingan. Dorisini vaqtida ichib, hech qanaqa kasal bo'lmasdan ichgan va bir oyda mana shunaqa rezultatga erishilgan. Bu hammada ham bo'lavermaydi. Bu kamdan kam bo'ladigan holat. Bir oyda, bir oy, 2 oyda bo'ladigan. Hamma narsa 100% emas. Yana bir marta aytib o'taman. Har kimda holat har xil. Demak, holatlarni ko'rib chiqamiz. Bu keyingi patsientimiz 2 oylikda kelgan, bu 6 oy mobaynida dori ichgan va oddiy lazer qilingan. Bu bemorning oyisi juda ham disiplinasi yaxshi edi. Dorisini vaqtida berib, menga vaqtida murojaat qilib, dorisini ko'paytirmasligi, vazni qancha bo'lgan aytib turadigan patsientimiz edi. Keyingi patsient jinsiy organlar yonida joylashgan. Bu ham ko'p uchrab turadigan gemangiyoma. Bu davolanish 1 oydan keyingi. Hozir ham bu patsientimiz davolanyapti. Usti yara bo'lib ketgandi. Buni ham obravot qilib tozalab turish kerak edi. Keyingi bemorimiz juda ham katta, qo'lida joylashgan. Bu davolanishda 3-oydan keyin. Bunaqa holatda juda ham kuchaytirish qiyin. Ko'p vaqt ketadi, ko'p vaqt yurish kerak. Agarda sizda chaqaloqlar gemangiyomasi bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki malformatsiya bo'yicha savollaringiz bo'lsa, pastdagi raqam bo'yicha bog'lanishingiz mumkin. Mening ismim doktor Sultanbek, men plastik jarroh bilaman. Lazer apparatlari bo'yicha spetsialist ham hisoblanaman. E'tiboringiz uchun rahmat.